Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftişi Gollandiyadagi jasur lager shoidi Qalbinur Sidiqxonim Ruscha tarqatiladigan eng chong xabar kanali Aziya kanalida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tonishtirgan. Qalbinur Sidiqxonim Ruscha xabar tarqatiladigan Aziya xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, Xitoyning Uyg'ur xalqiga yurgizgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilgan bo'lib, bu film mushu oyning 14-kuni e'lon qilinib, filmning 2 kunning ichida ko'rilish qitim soni 100 mingdan oshgan. Qalbinur Sidiqxonim Aziya kanalining muxbiri bilan elib borgan suhbatda Sharq Turkistondagi Xitoyning jazo lagerlari Uyg'ur farzandlarining oilasidan ayirib etilib, majburiy assimilyatsiya qilinishi, Uyg'ur ayollarining jazo lagerlarida uchraydigan tug'mas qilib etish, bosqinchilik uchrash, oilalarning parchalanishi qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatli butun jarayonlarni tafsiliy anglatgan bo'lib, bu Qalbinur Sidiqxonimning Ruscha xabar kanallarida ikkinchi qatim e'lon qilingan guvohlik ekan. Stansiyamizning telefon ziyoratini qabul qilgan Qalbinur Sidiqxonim bu vaqtdagi ma'lumotlarni ko'rmanlar bilan o'rtoqlashib o'tdi. Assalomu alaykum. Oldingi oyda mushu maxsus Ruscha kanalninki Ruscha xabar ishlaydigan bu muxbiri, ya'ni Tim Apandi men bilan aloqalashdi. Yana o'zining lagerlar haqida bir xabar ishlagisining borligini aytdi. Yana bu jarayonda mendan nihoyatda ko'p savollarni so'ragan bo'ldi. Masalan, lagerlarga qanday evatilgan, o'xshamagan ikki kampida tug'anligi va o'sha ikki kampining qanday farqi bor, qanday o'xshashligi bor. U yerda ko'rgan o'sha zulmlar, yana o'sha qirg'inchilik qanday shaklda bo'layotdi. Masalan, sirtda yashayotgan Uyg'urlar bormi, ular qanday holat yashaydi? Andan keyin yana Uyg'ur ayollarining ustiga yurgan qirg'inchiliklar qanday shaklda? Uyg'ur farzandlarchi deb mushu har xil shaklda savollarni so'radi. Menmi o'zim shu 2017-3-oydan boshlab o'xshamagan shu kampida bir yilga yaqin turish jarayonidagi shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tafsiliy anglatdim va o'zimning dalil isbotlarim bilan qo'limdagi rasmlar ko'rsatish orqali buni yetkazdim. Bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Ruscha kanallarda rus tilida berilishidan men o'zim shunchalik xursand bo'ldim, chunki bu tunji qatim Uyg'urlarningki beshik kelayotgan bu zulmning anglitilishi, ya'ni rus tilida anglitilishi, rus xalqininki qo'llashiga erishibdi. Bu andan keyin mana tunji qatim mana rus tilida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik anglitishi bo'lib hisoblanadi. Rossiya Uyg'ur tarixiga eng chong ta'sir ko'rsatgan va har ikki qatimliq Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilishidan kommunist Xitoyning ishg'oligacha bo'lgan jarayonlarda bevosita qo'li bo'lgan davlat bo'lib, Rossiya va rus tilli davlatlarga qarta xabar beradigan 1 milliondan ko'p a'zosi bo'lgan Aziya kanalining bu qatimga elib borgan suhbati O'rta Osiyodagi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya qatorliq davlatlarda alohida inkas qo'zg'agan. Bu suhbat programmasiga inkas yozgan bir rossiyalik yosh mundaq degan: Hammaylan Xitoyning nazorati ostida. Chunki O'rta Osiyodagi mustaqil davlatlar birlashmasini, bank qarzi to'zoqlari va davlatning ma'murlaridan soxtasigacha Xitoyga opirib o'yintib, yedirib, ichirib, har sohaga singib kirdi. Xitoy boshqa davlatlarga yordam berish nomida asta-asta kontrolga oladi. Ammo hozir nurg'un kishilar tushunmaydi. Xitoy bank qarzi, diplomatiya va aldamchilik bilan 3-dunyo davlatlarini changiliga elib oldi deb yozgan bo'lsa, O'zbekistonlik bir yosh Xitoy Sharq Turkistonning yerlik xalqi Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilyotdi. Raqamli gulag ayollarni tug'mas qilib etib, Uyg'ur nopusini kontrol qilib, qarindoshlarimizni yo'qotyotdi. Sharq Turkistonning nopus statistikasiga qarang. Sovetlar parchalangandan keyin O'zbekistonning nopusi 2 qatlandi. Ammo Uyg'urlarning nopusini Xitoy 50 yildan beri 19 millionning oldi kaynida deb e'lon qilyotdi. Bu 10 millionlik nopus ko'paymamdi. Bu insonlar nega ketdi? Bu demak, qirg'inchilik orqali nopusni kontrol qilyotdi deganlik bo'ladi deb yozgan. Yevropa Ittifoqi Xitoy bilan bo'lgan suhbatda Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligini o'tirib qo'yib, Ilhom To'xti boshliq turmadagi tutqunlarni shartsiz qo'yib berishga chaqiriq qilgan. Mushu oyning 16-kuni Yevropa parlamentining Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar komiteti vakillari o'migi bilan
Xitoy vakillar o'miga uchirish elib borgan. Bu uchirishda Yevropa ittifoqi taraf Xitoyning Ukraina urushiga tutgan pozitsiyasi va Rossiyaning Ukraina qaratgan tajovuzchiligini qo'llashini ayblab, Xitoyni atrofliq, adil va uzoq muddatli tinchlikni ilgari surishda ijobiy rol o'ynashga da'vat qilgan. Yevropa parlamenti a'zolari yana Sakharov mukofoti sohibi Ilhom To'xti, Hong Konglik jurnalist Jimmy Ley, Panchin Lama qatorliqlarni misol keltirib, Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga munosabatlik bir qator andishlarni o'ttirib qo'yib, barliq tutqunlarni shartsiz qo'yib berishga va shundaqla 2021 martda Yevropa fuqarolari va tashkilotlariga qo'yilgan cheklamalarni to'liq bekor qilish chaqiriqini qayta ta'kidlagan. Yevropa parlamenti vakillar o'miga suhbatlashish orqali hal qilish chorasi va dialogning muhimligini ta'kidlash bilan bir vaqtda, agar Xitoy doiralari bilan bo'lgan aloqasi behuda bo'lsa, Yevropa ittifoqining iqtisodiy bexatarlik strategiyasi doirasida bir taraflama harakat qo'llanilganligini eskartgan. Bugungi Yevropa jurnali mushu oyning 16-kuni Xitoyning e'tiqodga qarshi urushi, Uyg'urlardan xristianlargacha mustaqil e'tiqodni yo'qitishdagi sistemlik bir harakat degan temada cho'ng hajmli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, bu maqolada Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Xitoy xristianlarga qarshi elib borgan bostirishlarni tafsiliy yo'ritib bergan. Bugungi Yevropa jurnalining kasbiy obzorchisi Gary Gartvert yozgan bu maqolada Xitoydagi xristianlarning keng ko'lamda tutib turilishi, Beijingning diniy va ma'naviy mustaqillikni tarmar qilish harakatining sistemli xarakterini yana bir qatam oshkorladi. Tangshash va atalmish gunohsizlashtirishning orqasida har bir ma'naviy jamoatni kompartiyaning bekitgan sizg'iga ilib kelish va uni yo'qotish uchun Xitoy davlatining planli harakatlari yoshiringan. Uyg'urlarga va butun mamlakatdagi Falun Gong muridlarga ilib berilgan ziyonkashliklar hozir xristian guruhlarga qarshi ilib berilmoqda. Xitoy hokimiyati ma'naviy mustaqillikka bardoshlik berilmaydigan bir hokimiyat deganni o'ttirib qo'ygan. Bu maqolada yana amaliyotda kommunistik partiyaning dinga bo'lgan dushmanligi yangi bir hodisa emas, lekin bu hodisa Xi Jinping davrida vahshiylik darajasiga yetdi. Agar kommunist partiyaga bo'ysunmasa, Xitoyda hech qanday xalq, e'tiqod sistemasi yoki axloq huquqi mavjud bo'la olmaydi. Bu xalqqa oid munbar, masjid, butxona va shaxsiy duo tilovat chamberkini o'z ichiga oladi. Bu hodisa xristianlardan Uyg'urgacha sistemlik ziyonkashlikning ulgisi deganni o'ttirib qo'ygan. Mazkur maqolada bugungi kunda xristianlar uchun yuz berayotgan ishlar Sharq Turkistonda allaqachon keng ko'lamda yuz bergan ishlarni takrorlayotdi. U yerda 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlari atalmish qayta tarbiyalash lagerlarida tutib turildi. Ular majburiy emgak, nazorat, madaniyatini va kimligini yo'qotish va nopusni kontrol qilishda majburlash qatorliqlarga uchrayotdi. Beijing bu tadbirlarni terrorlikqa qarshi turish sifatida pardozlab o'tirib qo'ydi. Amaliyotda bu butkul madaniyat va diniy kimlikni yo'qotish demaklikdir. BDT va G'arbdagi nurg'un hukumatlarni o'z ichiga olgan xalqaro tekshirishlar Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizgan bu siyosatlarni insoniyat qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Uyg'urlarga qo'llanilgan o'xshash usullar qattiq nazorat qilish, parakanchilik silish, xalqancha tutib turish, majburiy emgak silish qatorliqlar hozir butun Xitoydagi xristian jamoatiga qartami kun sari ig'irlashmoqda. Bu yerda nishon o'xshamaydi, ammo logika o'xshash deganni ta'kidlab, amaliyotda bu hargizmi bir yakka voqea emas, balki bu har bir mustaqil milliy xalq, kimlik va tarixiy manbalarni yo'qotish uchun sijil, markazlik ilib berilayotgan harakat. Mayli Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarta ilib berilgan bostirishlar bo'lsin yoki bostirilgan cherkovlarda bo'lsin, nishon farqli bo'lsa-mu, bostirishdagi qo'llanilgan usullar o'xshash. Bu faqat dinga qartilgan emas, u butunlay kontrol qilishni maqsad qiladi. Xalqaro jamiyat bu reallikqa quruq so'zdan qarshi turish bosqichiga kelguncha, Beijing e'tiqodga qarshi urushni sistemlik, to'xtovsiz va oqibatdan qo'rqmay davomlashtiradi deganni o'ttirib qo'yib, xalqaro jamiyatni sukut va quruq so'zdan amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qilgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.